Yo, salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Muhammad va bugun sizlarga qanaqa oddiy Minecraftda qishloq topish usullarini o'rgataman. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bu sizlar uchun oddiy narsa tuyuladi, lekin biz uchun, blogerlar uchun bu juda ham katta ahamiyatga ega. Plain bosamiz va tepada nevni bosamiz va advanced degan yozuvni bosamiz. Seedni bosamiz. Seedga 111 deb yozamiz. Seedga 111 deb yozamiz. Va Creative Worldni bosamiz. Bizga cho'l va orqamizda katta piramida. Mana. Sanıqlarda shunaqa narsalar. Olmaz. Bu yoqda ham bitta. Bu yerda ko'rib turganingizdek shunaqa narsalar. Izmarit. Endi ikkinchisi. Nevni bosamiz. Advanced degan yozuvni yana bosamiz. Endi seriya 131 202 deb yozamiz. Va Creative Worldni bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek mana bunaqa joyda tug'ilasiz. Va to'g'ri ko'rsangiz qishloq. Kompotni ham uyi bor. Va bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqda ham bitta kompot uyi bor. Texnik nosozlik. Keyin bu yoqqa bunaqa chiqsak, qon chiqadi. Bizda jitil yoqda bizda shunday joy va bu yoqda ham va bu yoqda ham chiqsak, bu yoqda ham shunaqa joy. Va bu yerda bitta qishloq emas, yana bitta qishloq bor.
Bu tarafroqqa yana yuramiz. Va ham bitta qishloq. Bu yerda ham kompakt uyini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerdan shunaqa kerakli uylar. Texnik nosozlik qaramanglar. Va bugungi videomiz shu qishloq topish haqida edi. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa kanalga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi video shu. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agar yana bundan ham chiroyli videolar chiqishini xohlasangiz, ko'proq like bosing. Agar mana shu videoda 1000 ta like bo'lsa, keyingi videoda yana boshqacha usullarni topishga o'rganamiz. Xayr.